Ishqilib 2 oyda bitirasanlarmi remontni? Ha, ulguramiz biz professionallarmiz. 2 oyda uyingizda kukulka qilib qo'yamiz. Qarada kelib ko'raman lekin. To'xtang. Ha, 200 ming pul tashib keting. nimaga? No, endi kraskaga. Bo'pti. Ha. Chop arag'obkida remontchi. Shoshyapsanmi? Yo'q. Yonyaptimi bu joy? Yo'q. Davay olib kel arag'ni. Sen zagsga nima olding? Kalpasi oldim. Halolmish qilib. Minusi jo'ra. Yo, minus. Minus. Ya, minus. Uradi hozir ko'rasan. Ko'ramiz. Ha, minusmi ekan? Ha, minus. Ya, assalomu alaykum. Qani remont? 2 oyda bitar deganing qani remont? Amana kukulka. Shumi kukulka? Ha, nima qilaylik? Biz ham o'ynab yurganimiz yo'q. Bir normal asbobimiz yo'q. Qilib ishlaylik biz ham. Ha, hali asbobmi? Hozir men senga asbob bor ustan olib kelaman. Tomosha qilasan. Tomosha qilamiz.